Assalomu alaykum aziz pensionerlar, ota-onalarimiz va ularning farzandlari. Bugun men sizga iyul oyida pul olish, pensiyani to'liq va vaqtida rasmiylashtirish, qo'shimcha to'lovlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta ulgurish kerak bo'lgan 5 ta muhim narsani tushuntirib beraman. Bu ma'lumot juda muhim, chunki bitta ariza kech topshirilsa, bitta hujjat yetishmasa yoki bitta muddat o'tib ketsa, odam o'ziga tegishli pulni kech olishi, ayrim holatlarda esa umuman yo'qotib qo'yishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirroq kanalga obuna bo'ling. Like bosing va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Oldin ko'pchilik pensionerlar pensiya tayinlangan bo'lsa, pul avtomatik kelaveradi deb o'ylardi. Asosiy pensiya odatda belgilangan tartibda to'lanadi dedi. Lekin amaliyotda pensiya bilan bog'liq ko'plab qo'shimcha holatlar bor. Qayta hisoblash, qo'shimcha ustama, parvarish puli, ish staji bo'yicha tuzatish, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, bank kartasi ma'lumotlari, yashash joyi o'zgargani, hujjatlardagi xatolar, vaqtida ariza berilmagan holatlar. Avvallari ko'p ishlar faqat qog'oz orqali navbatda turib, bir idoradan ikkinchi idoraga borib hal qilinar edi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda tekshiriladi. Bu yaxshi, chunki hujjatlar tezroq ko'riladi. Lekin boshqa tomoni ham bor. Agar ba'zida familiyangiz noto'g'ri yozilgan bo'lsa, pasport ma'lumotingiz yangilanmagan bo'lsa, stajingiz to'liq ko'rinmasa yoki bank kartangiz yopilgan bo'lsa, tizim pulni vaqtida o'tkazmasligi mumkin. Men ko'p uchratadigan muammo shuki, odam o'zini haqli deb biladi, lekin tizimda kerakli ma'lumot yo'q. Natijada pensiya yoki qo'shimcha to'lov kechikadi. Iyul oyi nega muhim? Chunki yilning o'rtasida ko'p oylari xarajat ko'paygan davrga kiradi. Davolanish, dori-darmon, issiq mavsumdagi kommunal to'lovlar, nevaralarning o'qishiga tayyorgarlik, yo'l xarajatlari. Bundan tashqari ayrim to'lovlar va qayta hisoblashlar uchun oy yakuniga qadar ariza yoki hujjat topshirish zarur bo'ladi. Agar siz iyulda ulgurmasangiz, pul keyingi oyga surilishi, tekshiruv cho'zilishi yoki ariza berilgan kundan boshlab hisoblanishi mumkin. Men birinchi navbatda har bir pensionerga shuni maslahat beraman. Iyul oyida pensiya hujjatlaringizni bir marta to'liq tekshirtiring. Bu oddiy tuyuladi. Lekin eng ko'p pul yo'qotish aynan shu joydan boshlanadi. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, JSHI raqami, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, yashash manzili va telefon raqami to'g'ri turishi kerak. Masalan, bir pensioner onaxonning familiyasi eski pasportda Karimova bo'lgan. Yangi hujjatda esa texnik sabab bilan Karimova deb ortiqcha bo'sh joy yoki harf farqi bilan kiritilgan. Odam buni ko'z bilan sezmaydi, lekin elektron tizim sezadi. Bankdagi ma'lumot bir xil. Pensiya bazasidagi ma'lumot boshqa ko'rinishda bo'lsa, to'lov qaytishi yoki tekshiruvga tushishi mumkin. Yana bir holat, pensioner yangi ID karta oladi, lekin pensiya bo'limiga yoki bankka bu ma'lumotni yangilab qo'ymaydi. Keyin kartaga pul tushmayapti deb xavotir qiladi. Bunday vaziyatda kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, yaqinda pasport yoki ID kartasini almashtirganlar. Ikkinchidan, yashash manzilini o'zgartirganlar. Uchinchidan, bank kartasini almashtirgan yoki yangi karta ochganlar. To'rtinchidan, pensiya puli bir necha kun kechikkanini sezganlar. Beshinchidan, avval hujjatlarda harf xatosi bo'lganlar. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi? Agar sizning pensiyangiz har oy bir xil kunda muammosiz tushayotgan bo'lsa, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pasportingiz yaqinda almashtirilmagan bo'lsa, manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, katta xavf kamroq. Lekin baribir tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki muammo pul tushmay qolgandan keyin emas, oldindan aniqlansa, ancha oson hal bo'ladi. Amaliy misol keltiraman. Ota 2 million 300 ming so'm pensiya oladi. Iyulda dori olish uchun shu pulga ishonib turibdi. Lekin bank kartasi muddati tugagan, yangi karta ochilgan, ammo pensiya to'lovi eski kartaga yo'naltirilgan. Natijada pul o'tkazilmaydi, ota bankka boradi. Bank pensiya bo'limiga yuboradi. Pensiya bo'limi bank rekvizitini yangilash kerakligini aytadi. Agar bu ish oyning boshida qilinsa, pul tezroq tiklanadi. Agar oy oxirida qilinsa, keyingi to'lov davriga surilib ketishi mumkin. Pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan eng muhim omillardan biri bu ish staji va ilgari olingan ish haqi ma'lumotlaridir. Men ko'p pensionerlarga aytaman. Siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin ham agar ish stajingiz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa yoki arxivdan yangi ma'lumot topilsa qayta hisoblashni so'rashingiz mumkin. Bu ayniqsa eski yillarda ishlagan kolxoz, sovxoz
zavod, qurilish tashkiloti, tibbiyot, ta'lim, savdo yoki boshqa korxonalarda mehnat qilgan insonlar uchun muhim. Oldin ko'p tashkilotlarda hujjatlar qo'lda yuritilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr noaniq. Buyruq raqami bor, lekin sanaxira. Arxivga topshirilgan hujjatlarda familiya biroz boshqacha yozilgan. Ana shunday mayda ko'rinadigan holatlar pensiya hisobiga ta'sir qiladi. Masalan, odam 32 yil ishlagan, lekin tizimda 28 yil ko'rinib turibdi. 4 yil farq katta farq. Bu pensiya miqdorida har oy sezilishi mumkin. Bir misol, aka 1995 yildan 1992 yilgacha qurilish tashkilotida ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda o'sha davr hujjati topilmagan. Pensiya 2 million so'm atrofida chiqqan. Keyin farzandi arxivga murojaat qilib, ish haqi va ish staji bo'yicha ma'lumotnoma olgan. Qayta hisoblashdan keyin pensiya shartli qilib aytamiz. 1 ming yoki 2 ming so'mga oshishi mumkin. Bu bir oyda kichik ko'rinadi, lekin bir yilda 1 million 800 mingdan 3 million so'mgacha qo'shimcha pul degani. Pensioner uchun bu dorga, oziq-ovqatga, kommunal to'lovga katta yordam. Kimlar albatta tekshirtirishi kerak? Mehnat daftarchasida eski yozuvlar ko'p bo'lganlar, turli tashkilotlarda ishlaganlar, bir davrda chet elda yoki boshqa viloyatda ishlaganlar. Ayollar orasida farzand parvarishi davri noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin bo'lganlar. Harbiy xizmat yoki imtiyozli stajga ega bo'lganlar. Nogironlik yoki zararli mehnat sharoitida ishlaganlar ham albatta staj masalasini ko'rib chiqsin. Kimlar uchun bu shoshilinch emas. Agar pensiyaga yaqinda chiqqan bo'lsangiz, barcha ma'lumotlaringiz elektron tarzda to'liq tasdiqlangan bo'lsa, ish joyingiz hali faoliyat yuritayotgan bo'lsa va pensiya tayinlashda hujjatlar to'liq tekshirilgan bo'lsa, xavf nisbatan kam. Lekin eski davrda ishlagan pensionerlar uchun iyul oyida arxiv va pensiya bo'limiga murojaat qilish juda to'g'ri qaror bo'ladi. Ko'p pensionerlar faqat asosiy pensiyani biladi. Lekin ayrim holatlarda pensioner qo'shimcha ustama, kompensatsiya yoki alohida to'lovga haqli bo'lishi mumkin. Men bu yerda hammaga bir xil pul beriladi demayman. Har bir to'lovning o'z sharti bor. Lekin odam bilmagani uchun ariza bermasa, hech kim kelib sizga mana bu pul ham tegishli edi deb eslatmasligi mumkin. Masalan, nogironligi bo'lgan pensionerlar, parvarishga muhtoj yolg'iz keksalar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, ayrim faxriylar, urush orti mehnat faxriylari, alohida xizmatlar bor fuqarolar, kam ta'minlangan oilada yashayotgan pensionerlar, doimiy parvarishga muhtoj shaxslar uchun turli tartiblar mavjud bo'lishi mumkin. Bu to'lovlar hudud, maqom, hujjat va amaldagi qonunchilikka bog'liq. Shuning uchun men har doim shunday deyman. Menimcha menga chiqmaydi deb uyda o'tirmang. Rasmiy idoradan yozma yoki aniq og'ozdagi tushuntirish oling. Real hayotdan misol. Onaxon yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda, o'zi esa doimiy dori chaychadi. U faqat pensiya oladi. Mahalla bilan gaplashganda uning ijtimoiy yordam yoki boshqa turdagi qo'llab-quvvatlashga ehtiyoji borligi aniqlanadi. Hujjatlar yig'iladi. Pasport, pensiya guvohnomasi, tibbiy ma'lumotnoma, yashash holati bo'yicha ma'lumot, daromad haqida ma'lumot. Natijada unga qo'shimcha yordam ajratilishi mumkin. Bunday yordam har doim ham doimiy bo'lmasligi mumkin. Ba'zida bir martalik bo'ladi. Lekin baribir bu pul pensioner uchun muhim. Yana bir misol, ota nogironlik guruhi bilan pensiya oladi, lekin tibbiy ko'rik muddati yaqinlashgan. Agar u iyulda kerakli tibbiy komissiyada o'tmasa, hujjat muddati tugab qolishi mumkin. Muddati tugasa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qayta tiklash jarayoni cho'zilishi ehtimoli bor. Shuning uchun nogironlik parvarish, davolanish bilan bog'liq hujjatlarning muddatini albatta tekshiring. Bu masalada eng katta xato shuki, odamlar hamma narsani mahalla biladi deb o'ylaydi. Mahalla yordam beradi, lekin sizning hujjatingiz, sizning arizangiz, sizning holatingiz muhim. Agar siz murojaat qilmasangiz, ayrim imkoniyatlar ko'rib chiqilmay qolishi mumkin. Shuning uchun iyulda mahalla pensiya jamg'armasi bo'limi, ijtimoiy xizmat markazi yoki tegishli davlat xizmatlari orqali o'z holatingizni aniqlashtiring. Pul olishdagi eng oddiy, lekin eng og'riqli muammolardan biri bank kartasi va ishonchnoma bilan bog'liq. Pensionerning kartasi ishlamasa, PIN kod yoddan chiqsa, karta muddati tugasa, telefon raqami o'zgarsa, SMS xabarnoma ishlamasa, pul kelgan-kelmaganini bilish qiyinlashadi. Shu katta insonlar ko'pincha farzandiga yoki nabirasiga borib olib keldi deydi. Lekin bu yerda ham tartib bor. Agar pensioner o'zi borib pul ola olmasa, masalan kasal bo'lsa, yura olmasa,
uzoq qishloqda yashasa yoki parvarishga muhtoj bo'lsa, ishonchnoma masalasini oldindan hal qilish kerak. Ishonchnoma muddati, kimga berilgani, qanday huquq bergani aniq bo'lishi lozim. Aks holda bank yoki pochta pul bermasligi mumkin. Bu bank xodimi sizga qarshi bo'lgani uchun emas, balki pul egasini himoya qilish uchun belgilangan tartib. Masalan, o'ta operatsiyadan keyin uyda yotibdi. Pensiya puli kartaga tushadi. Lekin karta pin kodi unutilgan, bankka borish kerak. Farzandi bankka boradi. Bank esa karta egasi kelsin yoki rasmiy ishonchnoma bo'lsin deydi. Farzand xafa bo'ladi. Lekin bank qonuniy talab qilyapti. Agar ishonchnomadan tayyorlangan bo'lsa, bu muammo bo'lmas edi. Yana bir xavfli holat, pensioner kartasini boshqa odamga berib qo'yadi. Pin kodni ham aytadi. Keyin pul yechib olinadi, xarajat aralashib ketadi. Oilada nizo chiqadi. Men doim aytaman, karta bu hamyon bilan teng. Uni kimga berayotganingizni biling. Agar farzandingizga ishonsangiz ham, har oy qancha pensiya tushdi, qancha yechildi, nimaga sarflandi, buni bilib turing. Bu ishonchsizlik emas, bu moliyaviy tartib. Iyul oyida albatta kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddati tugash arafasida bo'lsa, bankka boring va yangisini oling. Telefon raqamingiz bank tizimida to'g'ri ulanganmi? SMS yoki mobil ilova ishlayaptimi? Tekshiring. Agar naqd shaklda olsangiz, to'lov pullarini aniqlashtiring. Agar pochta orqali olsangiz. Manzilingiz to'g'ri kiritilganiga ishonch hosil qiling. 5-narsa. Iyul oxirigacha ariza, shikoyat yoki qayta hisoblash talabini yozma topshiring. Eng muhim maslahatlarimdan biri, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar pensiyangiz kam hisoblangan deb o'ylasangiz, qo'shimcha staj topgan bo'lsangiz, pul kechiksa, ustama chiqmayotgan bo'lsa, bank rekviziti o'zgargan bo'lsa yoki ijtimoiy yordamga ehtiyojingiz bo'lsa, yozma murojaat qiling. Chunki yozma murojaatning sanasi bo'ladi, ro'yxatga olinadi, unga javob berilishi kerak bo'ladi. Ko'pchilik shunday xato qiladi. Idoraga boradi, navbatda turadi, bir xodimdan so'raydi, keyin keling deydi. Odam qaytib ketadi. Bir oy o'tadi, yana boradi. Keyin ma'lum bo'ladiki, aslida ariza berilmagan, demak jarayon boshlanmagan. Shuning uchun men har doim ariza raqamini oling, qabul qilingan sanani yozib qo'ying, nusxasini saqlang deyman. Arizada nima yozish kerak? Juda murakkab yozish shart emas. Masalan, mening pensiyamni, ish stajim va taqdim etilgan hujjatlar asosida qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Yoki bank kartam o'zgargani sababli pensiya to'lovini yangi rekvizit bo'yicha o'tkazishingizni so'rayman. Yoki menga tegishli qo'shimcha to'lovlar mavjud yoki mavjud emasligini aniqlab berishingizni so'rayman. Muhimi, murojaat aniq bo'lsin. Ism, familiya, telefon, manzil, pasport yoki ID ma'lumotlari to'g'ri yozilsin. Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqida ma'lumot, tibbiy xulosa, nogironlik hujjatlari, bank rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, ishonchnoma, oila tarkibi yoki daromad haqida ma'lumot. Hammasi bir vaqtning o'zida kerak bo'lmasligi mumkin, lekin oldindan pappaga solib qo'ysangiz, idorada yugur-yugur kamayadi. Endi muhim nozik tomonlarni tushuntiraman. Birinchisi, hamma to'lovlar avtomatik berilmaydi. Ayrimlari ariza asosida ko'rib chiqiladi. Siz men haqim bor edi deb keyin bilsangiz ham. To'lov qaysi kundan hisoblanishi masalasi hujjat va qonuniy tartibga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun kechiktirmaslik kerak. Ikkinchisi, arxiv hujjati topilmasa, bu hali hammasi tugadi degani emas. Ba'zida tashkilot tugatilgan bo'ladi. Hujjatlar tuman yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'ladi. Ba'zida korxona nomi o'zgargan bo'ladi. Masalan, eski zavod keyin aksiyadorlik jamiyatiga aylangan, keyin boshqa nom bilan qayta ro'yxatdan o'tgan. Shunda arxivdan to'g'ri nom bo'yicha izlash kerak. Faqat topilmadi degan bitta javob bilan to'xtamang. Uchinchisi, boshqa odamlarning gapiga ko'r-ko'rona ishonmang. Qo'shnimga chiqibdi, menga ham chiqadi, yoki falonchiga bermabdi, menga ham bermaydi degan xulosalar noto'g'ri. Har bir pensionerning staji, yoshi, sog'ligi, oilaviy holati, daromadi, hujjati, yashash joyi boshqacha. Bir odamga berilgan to'lov boshqa odamga chiqmasligi mumkin yoki aksincha. To'rtinchisi, telefon orqali kelgan shubhali qo'ng'iroqlardan ehtiyot bo'ling. Pensiyangiz oshdi, karta raqamingizni ayting, kod keldi ayting. Pul tushirish uchun tasdiqlang degan gaplar firibgarlik bo'lishi mumkin. Bank xodimi yoki davlat idorasi sizdan SMS kod
karta pin kodi, to'liq karta ma'lumotini so'ramasligi kerak. Ayniqsa pensionerlar bunday tuzoqqa tez tushadi. Chunki davlatdan pul chiqarkan degan gap odamni shoshiltiradi. Hech qachon shoshilmang. Farzandingizga qo'ng'iroq qiling, bankning rasmiy raqamiga o'zingiz murojaat qiling. 5-si qarzdorlik masalasini ham unutmaslik kerak. Ayrim holatlarda aliment, kredit, ijro hujjatlari yoki boshqa majburiy ushlanmalar bo'lsa, kartaga tushgan pulning bir qismi ushlanishi mumkin. Pensioni nega kam tushdi deb o'ylaydi. Bunday holatda bankdan ko'chirma oling. Ijro organi yoki tegishli idoradan aniqlik kiriting. Har qanday ushlanma qonuniy asosga ega bo'lishi kerak. Endi men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam: bugunoq hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. ID karta yoki pasport, pensiya hujjati, bank karta rekviziti, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, tibbiy hujjatlar, ishonchnoma bo'lsa uning nusxasi. Hujjatlar darkok bo'lsa odam idoraga borganda yarmini unutadi. Ikkinchi qadam: bank kartangizni tekshiring. Muddati tugamaganmi, karta ishlayaptimi, telefon raqami ulanganmi, SMS xabar keladimi, oxirgi pensiya qachon tushgan, qancha tushgan, agar pul har oy turlicha tushayotgan bo'lsa yoki kamayotgan bo'lsa, bankdan ko'chirma oling. Uchinchi qadam: pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari orqali murojaat qiling. Mening pensiya ishimdagi ma'lumotlar to'liqmi? Stajim to'g'ri hisoblanganmi? Qo'shimcha to'lovlar bo'yicha huquqim bormi deb so'rang. Agar imkon bo'lsa yozma murojaat qiling. Javobni saqlang. 4-qadam: mahalla yoki ijtimoiy xizmat mas'ullari bilan gaplashing. Ayniqsa yolg'iz yashasangiz, sog'lig'ingiz yomon bo'lsa, nogironlik bo'lsa, doimiy parvarishga ehtiyoj bo'lsa, daromadingiz yetarli bo'lmasa, holatingizni rasmiy ko'rib chiqishlarini so'rang. Uyalgandan och qolma degan gap bor. Bu sizning huquqingiz, sadaqa emas. 5-qadam: iyul oxirigacha hamma muhim arizalarni topshiring. Ariza topshirgan sanani yozib qo'ying. Kim qabul qildi, qaysi raqam bilan ro'yxatga olindi, qachon javob beriladi, buni so'rang. Agar farzandingiz yordam berayotgan bo'lsa, unga ham ayting. Faqat og'zaki so'rab qaytmasin, albatta tasdiq olsin. Azizlar, iyul oyida pul olish va pensiyangizni yo'qotib qo'ymaslik uchun 5 ta narsani esdan chiqarmang. Shaxsiy ma'lumotlarni tekshirtiring. Ish staji va maosh hujjatlarini qayta ko'rib chiqing. Qo'shimcha ustama va yordamlarni so'rab ko'ring. Bank kartasi va ishonchnomani tartibga soling. Eng muhimi, arizalarni yozma topshiring. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Pensiya masalasida eng katta yutuq hujjatini vaqtida topshirgan, savolni aniq bergan va javobni yozma olgan odamda bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz kechikkan bo'lsa, kam hisoblangan deb o'ylasangiz yoki qo'shimcha pul olish bo'yicha savolingiz bo'lsa, izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va albatta bu videoni ota-onangiz, qo'shningiz, qarindoshlaringizga yuboring. Bitta ulashilgan video kimningdir o'ziga tegishli pulini vaqtida olishiga sabab bo'lishi mumkin.